Ona va bola salomatligiga e'tibor berish bugungi kun siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biridir. Umuman olganda, har qanday sog'lig'idan shikoyati bor bemor odamga birinchi tez tibbiy yordam va muolaja ko'rsatish shifokorning birinchi burchi sanaladi. Ammo mana shunday sinovli kunlarda tibbiyot xodimlarining faoliyati bilan bog'liq ijobiy va salbiy voqealarning shohidiga aylanyapmiz. Kuni kecha ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan va muhokamalarga sabab bo'lgan homilador ayolning tug'ruqxonaga qabul qilinmagani ko'plab yurtdoshlarimizning shifokorlarga achchiq gaplarini avj oldirdi. Aslida voqea qanday bo'lgan va holat yuzasidan o'rganish ishlari olib borilganmi? Eng muhimi, ayni vaqtda homilador ayolning salomatligi qanday? U qayerda farzandli bo'lgan? Navbatdagi lavhada muxbirimiz Dilbar Aralova holat yuzasidan tegishli javob olib qaytgani aks etadi. Homilador ayol o'tirishani. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan homilador ayol bilan bog'liq video tasvirlar izohida poytaxtning Sergeli tumanida joylashgan birinchi sonli tug'ruqxonada tug'ish arafasida bo'lgan ayolni qabul qilinmagani bayon etilgan. Ona va bolaning salomatligiga e'tiborsizlik ko'rsatilgani aytilgan vaziyatga oydinlik kiritish maqsadida tug'ruq kompleksiga yo'l oldik. Davay chiqinglar, yo'q. Olaman, haqqim bor, olmay. Yo'q, men qanday yuraylar, men boshqa aniq qilmay. Yo'q, kirish mumkin emas yuk bilan. Bizni qarshi olgan bosh shifokor holat aslida 5-may kuni emas, balki 29-aprel tongida sodir bo'lganligini, ona va homila salomatligiga panjara ortidan qaragan xodimining o'ziga yarasha jiddiy xatolari bo'lganligini tan oldi. 29-aprelda kechki tun soat 3 da dejurniy brigadaga Sayfullayeva Orzigul 2000-yilda tug'ilgan ayol murojaat qilganlar. Dejurniy doktorimiz Mamadaliyeva Mohira To'lanbayevni tug'ruq yo'llarini ko'rib, tug'ruq endi boshlanish jarayonida bo'lganligi uchun va propiska Samarqand viloyatida Yangiyo'l tumanida turganlari sababli, uchotda turganlari sababli ularga отказ berilgan. 30-aprelda shu holat bo'yicha planyorkada menga bildirish berishdi, ammo bu dejurniy brigada Yangi Toshmega dislokatsiya bo'yicha отказ qilib yuborilgan. Vaziyatni yanada aniqlashtirish maqsadida video tasvirdagi homilador ayol Orzigul Sayfuddinova bilan telefon orqali bog'landik. Omadilar, ko'rdilar meni, hali bor, vaqti bor ekan, qatgacha borsa boraveradi, hali vaqti bor, ko'piza olmaymiz dedi. Xotir kirib ketdi, anaqa doktori. Chiqmadi, xullas, ensasim xotir boyagi ayolda. Ratomga borganim, so'ng ketib shunaqa bo'layotgan edim, ratomga kelganimda. Propiskalarni ko'rsatib, Sergelida ro'yxatda turishinglar aytdinglarmi yo'qmi bularga? Aytdik. Nima deyishdi? Anaqa обменный карточка yengilniki biz bilmaymiz dedi. Ha, qaynonam bor edi. Ular skoriy chaqirib beringlar deyishdimi vrachlarga yo'qmi? Dedi, biz chaqirib bermaymiz dedi. Nega ekan? Sabab tushuntirish berishdimi, izoh berishdimi shunga? Yo'q, biz chaqirib bermaymiz dedi-da. Aytolmay, ensasi qo'tirib kirib ketdi hammasi. Kim qolmadi zalda. Bir qaynonam, men xo'jayinim qolib ketdik o'zimiz. 1,5 soatmi, 2 soatmi bo'ldi. Skoriy kelgandan keyin skoriydagilar chaqirib, yozdirib, keyin chiqdi ular. Ungacha chiqmadi, biz yurdik o'sha polisga. Men tug'ruqxonani bilmadim, shifokorlarga men davo qilgan bo'lardim, chunki men ular holatini olmadi ular. Tuman tug'ruqxonasiga qabul qilinmagan Orzigul Sayfuddinova o'sha kuni tez yordam mashinasida Toshkent tibbiyot akademiyasiga olib boriladi va tug'ruq bo'limida o'g'il farzandli bo'ladi. 29-aprel soat 5:40 da kelgan ekan. 5:40 da kelgan. Первая 40 неделя, 7:45 da tug'ib bo'ldi. Manzilga borishimiz haqida xabar berganimiz ortidan Sergeli tumanidagi tug'ruq kompleksiga yetib kelgan Toshkent shahar Sog'liqni saqlash bosh boshqarmasi boshlig'ining onalik va bolalikni muhofaza qilish ishlari bo'yicha o'rinbosari Ra'no Hayitboyevadan ham izoh oldik. Har bitta, masalan, normativ hujjatlarimizga ko'ra, har bitta murojaatda agar biz ekstreniy shoshilinch holatlarni aniqlaydigan bo'lsak, bunga albatta buni qayerda yashashidan, qayerda kim bo'lishidan qat'iy nazar biz bunga shoshilinch yordamimizni ko'rsatishimiz kerak. Buning uchun ham imkoniyatlarimiz bor. Biz hali buni xizmat tekshiruvini o'tkazamiz. Aniqlangan kamchiliklar bo'yicha qat'iy chora ko'ramiz. Chunki mana shu kungi navbatchi shifokorga ham shu yerdagi mansabdor shaxslarga ham o'zimizni munosabatimizni bildiramiz. Chunki bunaqa holatlar qaytarilishi kerak emas.
hammamizga, hamma shifoxonalarga, hamma tug'ruq muassasalariga bu qanaqadir bir namuna bo'lishi kerak. Chunki xullas taraflarning fikrlari va holat bo'yicha o'z haqiqatlari bor. Biroq qaysi viloyatda doimiy ro'yxatda turishidan, qayerda istiqomat qilishidan qat'iy nazar, bemorga nisbatan bunday munosabat qilish, ayniqsa homilador ayolni tong qorong'usida tez yordam ko'rsatmasdan qabul qilmay qaytarib yuborish holatini nafaqat biz, balki tibbiyot xodimlarining o'zi ham oqlamadi. So'nggi so'z garchi takror bo'lsa-da, bu kabi vaziyatlar yuzaga kelmasligiga erishish uchun qat'iy choralar ko'rish zarurati borligini ko'rsatmoqda. Bu kun Dilbar Aralova, Doniyor Usmonov, Toshkent. Astagfirullah.